Bitta sinfxonaga qameydi. Stollarni narigi sinflardan ham olib chiqadi. Yo'q deganda ikkita, uchta sinfda o'sha kuni dars 1 soatdan yo'qoladi. Xalq uchun bo'lgandan keyin nima? Shuncha nimadan afzalmi? Farg'ona viloyati hokimi Xayrullo Hayitbayevga iltimos qilamiz. Butun bir qishloq shuni xohlayaptimi hozir? Tushunarli. Butun qishloq nomidan administratsiyaga xat chiqarildi. Qashqar qishloqdan shu sport nimasidan chiqsa, shaxmatizmi, shashkasizmi chiqsa, bari bir zal bo'lmasa, bir kishi bunday to'yga kirsa, falonchi to'yga kirdi, pistonchi to'yga kirdi deb kuzatib tursa beyda. Juda yer bor yo'g'i. Maktab uchun bu o'ta kichkina joy. Mana stadion bo'lmasa, bir zal bo'lmasa, bir kishi bunday to'yga kirsa, falonchi to'yga kirdi, pistonchi to'yga kirdi deb kuzatib tursa beyda. To'ylar hamma yo'q o'roqli bir qoida bo'yicha odamlar bir bolalarimiz quvnab, yashnab, o'qib, bilim olib, yurtimizga kerakli bo'ladigan bo'lish uchun sharoit bo'lish kerak. Bu sharoitga torlik qiladi. Biz so'raymiz shu 1 gektardan oshirib, nima endi hamma xalq uchun bo'lgandan keyin nima? Shuncha nimadan afzalmi 1 gektar yer? 1 gektar 10 sotik yer. Xalqqa-yu bu, bola chaqamizga-yu bu. Kelajakka-yu bu. Mana qishlarimiz bu bog'chani joyi o'zi. Aslida bog'cha bo'lib kelgan, şeyda endi majbur maktab qilingan. Shunga stadion, sport zal qurib berishlarini so'rayapti. Maktabda qani bizda qishloqda nima bir jikkada qolib ketgan joymi yo bir nima kami bormiz misol uchun yoshlarimizda. Hammasi o'ksinatda. Falonchi maktabga borsa stadion bo'lsa, boshqa joyga borsa sport zali bo'lsa, bizda nimami endi bizni qoroz qolib ketgan bir nimaga o'xshatmasin-da endi bizni qishloqda. jismoniy tarbiya nima desangiz tushunmasa ham kerak ayrimlari. Nevaramga kitob qilsam qanaqa to'plab deyapti u. Bunaqa bo'lmaydi-da. Mana prezidentimiz ham gapiryapti. Yoshlar bizni kelajagimiz deyapti, sharoit qilib ber bularga deyapti. Biz ham shu qishlog'imizdan shu bir sportsmenlar chiqishni xohlaymiz. O'zimiz ham sport bilan shug'ullanib yurgan insonlarmiz. Kelajakda shu farzandlarimiz, nevaralarimizdan shu Qashqar qishlog'idan shu sport nimasidan chiqsa, shaxmatizmi, shashkasizmi chiqsa, bari xursand bo'lamiz o'shadan. Shu sharoit bo'lsa, shu yoshlar kelajakda yaxshi sportchi inson bo'lib yaratiladi. Mana bog'chaga 3 kilometr nariyoqqa olib boramiz bolalarni. Bog'cha yo'q qishlog'imizda. Shu bog'cha qilib qo'ysa berdi, boshqa joydan yer bersa, shu maktab qurib bersa yaxshi bo'lardi. Shuni biz talab qilamiz. Shu mas'ul insonlardan shuni bizga yer ajratib berishini so'raymiz. Men tanishib chiqdimda, nihoyatda chiroyli qilingan. Bizning qarshiligimiz yo'q. Tuvaletlari hammasi ichida joylashgan ekan. Biz bu qurilishni boshlamasdan oldin prezident administratsiyasiga ham xat chiqardik. Shu oldin kelib o'rganinglar joyimizni. Sizlar biz talab qila turgan maktabimizga joyimiz qisqa. Hokimiyatga ko'p chiqdik. Даже hokimimiz bir qadam bosib kelgani yaramadi o'sha paytda. Mana shu xonalarni yangi qurilish sababli hozir yangi maktab qurib beramiz degan holatda biz mahalla o'zimiz hashar yo'llari bilan buni tashkillashtirib olganmizda bu maktab ilgari bog'cha bo'lgan. Endi shu narsani hozir buzishga chiqaryaptiki, biz buni buzilishiga qarshimiz. Sabab to'xtang, bu binolar rekonstruksiya qilaman deyaptimi yo buzib turib yangidan qurib beraman? Hozirgi holatda kelishyapti-da, maktabning holatini o'rganib, polni mana shu hozir bolalarimiz o'qib turgan joyda buzib tashlab, bu yerga yangi maktab qurishmoqchi. Xo'p, hozir bu qaysi qishloq? Bey Uchko'prik tumani Kichik Qashqar qishlog'i. Kichik Qashqar qishlog'ida qancha aholi mavjud? Bizda 580 ta xo'jaligimiz bor. 580 ta xo'jalik. Bu maktabda hozir qancha odam sig'imi bo'ladi qurilgandan keyin deylik. Bu binoni buzib tashlashdi. Qancha aholi sig'adi? Ya'ni qancha 300 ta bolani sig'imga oladi bu yerda quriladigan. 300 ta bolani. 300 ta bolani. Общий olganda. Общий olganda. Demak, bola sig'may qoladi ekan. Sig'may qoladi. Hozirgi momentda ham biz 2 smena o'qityapmiz. Xonalarimizda kamchiligini hisobiga bo'lib o'tiladigan darslar bitta xonada o'tkazilyapti. Masalan, ingliz tili, rus tili fanlarimiz, ona tili fanlarini aslida o'zi qonun bo'yicha 2 ga bo'lib o'qitish kerak. Xona tanqisligidan bitta sinfga qolmaymiz, shu holatda o'qitib kelyapti. Hozirgi qilib beradigan maktabiga masalan biz davlatimizning siyosatiga, maktab qilib berishiga qarshiligimiz yo'q. Sabab biz talab qila turgan narsamizki, biz xohlaganimizki, mana hozir tashqariga chiqsak ham ko'ramiz, bitta sport zali yo'q. Bolalar sport bilan shug'ullanadigan joyi yo'q. Ertamatanga sabraniyamizni bolalarni qabul qiladigan plashatkalarimiz agar shetni buzib yangi maktabga qurilish boshlasa, o'sha narsalardan imkoniyatimiz yo'qolib ketadi.
2026-yilga prezident farmoyishi chiqyapti. Mahallaga stadion kirmagan mahallaning o'zi qolmasin degan farmoyishni berdi. Hozirgi bu qila turgan ishi bunga siyosatimizga qarshi chiqa turgan deb o'ylayapman biz uchun. Chunki o'zi maktabda stadioni yo'q, bolalar shug'ullanadigan sport zali yo'q joyga yana bitta qurilish tiqyaptiki, bu yerda ya sport zal qilib bo'lmaydi, ya bolalarni sport bilan shug'ullantiradigan joyda o'zi bo'lmaydi. Shuning uchun hokimiyatimizda joyimiz bor. Joy aytilsa, masalan, kolxozning yeridan joy ajratib beriladi. Sababiki ertadan keyin kattaroq maktab qolyapsizlarmi? biz kattaroq maktab ichida o'sha sport zali bo'lsin, sport bilan bolalarimiz shug'ullansin. Takagacha endi bizni bolalarimiz ko'cha ko'rmasdan o'tib ketdi. Sport zali nimaligini bilmaydi. Mana bolalarimiz boryapti chempionatga, boshqa yerda shug'ullanib borib, tataniga chiqishni bilmayapti. Sababiki maktabda ko'rmagan o'sha narsani. Ko'prik hokimiga 3-4 marta chiqildi. MFA orqali so'ratdi, kelib oldin o'rgansin joyni. Oxiri administratsiyaga xat chiqardik. Biz qurilishni to'xtatib bersin, bizga boshqa joy ajratsin. Chunki joyimiz kichkina. U biz talab qila turgan narsa, davlatimiz qilib bergan narsadan hech qachon norozi emasmiz, lekin proyektlar nihoyatda chiroyli qilingan. Sababi betga sig'maydi. Kichkina. Hech kimki bu narsani o'rganmadi. Sport zalga joy yo'q. Sport zalga joy yo'q. Poliyaga joy yo'q. Normativ bo'yicha bitta bolaga 50 kvadrat umumiy joydan bo'lish kerak-da endi. Siz mutaxassissiz, ha? Ha, loyihachiman o'zi. Aha. Endi buni biz qilmaganmiz, ammo Ko'kalamzor maydoni ham kamida 25% bo'lishi kerak. Aha. Hozir qanaqa turibdi? Hozir yo'q, bu yerda 10% ham chiqmasa kerak. Demak, normativ joyimiz kichkina. normativ huquqiy normalariga umuman zid bo'lyapti, To'g'ri kelmaydi. Chunki joyimiz kichkina, na bu yerda Ko'kalamzor maydon to'g'ri keladi. Endi uni ham nima qilsak, stadion yo'q, aktiv zal yo'q bu yerda. Keyin bola soniga hisoblasak ham territoriya kichkina. Bitta bolaga 50 kvadrat bo'lishi kerak. Hozir mana yerga qilib ketadigan bo'lsa, mana foydalanib turgan narsani buzib tashlashyapti. Mana yerda avariyaviy holatda turgan joylarimiz bor. Lekin bu yerga biz ayta turgan narsa sport zali bilan tushmaydi. O'rganishmasdan turib, bu yerda proyektni o'rganmasdan turib, shunday qoziqlarni qoqib proyekt chiqarib qo'ydiki, endi qurilishni boshlaymiz deyapti, bu yerga sig'maydi u narsasi. Bizga mayli, maktabni qilib bersin. Tashqarida kolxozning yerlari bor. O'sha yerdan joy ajratib qiladigan bo'lsa, bir to'la shu prezidentimizni aytgan narsasi bo'yicha baribir 2026 ga har bitta qishloqqa stadion kirsin deyapti. Bolalar sport bilan shug'ullangan. Shuni jamlaydigan bo'lsa, davlatimiz ajratgan pulimiz behuda sarflanmaydi. Shu maktab chiroyli bo'lib o'sha tepaga chiqadi. Tushunarli. Aholi o'shanda xursand bo'ladi, hammaga bir smenali maktab bo'ladi. Butun bir qishloq shuni xohlayaptimi hozir? Tushunarli. Butun qishloq nomidan administratsiyaga xat chiqarilgan. Men o'zim shaxsan o'zim ustida bo'lganman. Men mahalla oqsoqoliman, ko'cha boshiman. Hamma soglasiy bo'lgan, chunki mahalla meni saylagani uchun men mahallani nomidan gapirishga huquq berishgan. O'sha narsani qilganmiz, hamma tasdiqlagan, lekin u narsa bo'yicha ham o'rganuvchi kelmadi bizga. Даже hokimimiz oyog'ini qimirlatib ham qo'shmadi Uchko'prik. Farg'ona viloyati hokimi Xayrullo Hayitbayevga iltimos qilamiz. Mana shu qurilish masalasini nazoratga olishini hamda ushbu holat bo'yicha huquqiy baho berishlarini so'rab qolamiz. Aynan butun bir qishloq qurilishdan hozirgi paytda norozi desak mubolag'a bo'lmaydi, sababi joy kichkina deyapti. Maktabni joyi kichkina. Aynan bizga hozirgi paytda sport zal kerak. Pola kerak deyilyapti. Hamda yoshlarimizni mana prezidentimiz tomonidan hozirgi paytda oqilona siyosatini qo'llab-quvvatlashini talab qilinyapti. O'sha quruvchilar tomonidan, hamda o'sha Gasin tomonidan aynan sportni rivojlantirish, ya'ni mana xabarlaring bor, sizlar ham ko'rgandirsizlar. Olimpiya chempionlari qancha chiqdi? O'sha olimpiya chempionlari hozirgi paytda sizlarning qishloqlaringdan ham chiqishini xohlayapsizlar. Biz ham shu narsani o'shani qo'llab-quvvatlayapsizlarmi hozir? Shu maqsadimiz shu. Mana ko'ryapsizlar, joy haqiqatan kichkina ekan. Bu joyda na stadion ko'ryapman, na sport zal ko'ryapman. Bitta binoni u qishloq ahlini aytishlariga qaraganda o'sha kichkina binoni buzib turib, o'rniga yana o'sha shunday bino qurib beramiz degandek loyiha tuzilibdi. Mutasaddi tashkilotlar, mutasaddi organlar nazoratga olib qo'yishlarini so'raymiz. Hamda o'sha kelajagimiz bizni yoshlarni sportga chanqoqligini yana ham rivojlantirishga imkon yaratib berishlaringdan qishloq ahli umidvor bo'lyapti. Shuning uchun sport zal xolos, o'sha pola xolos. Unga endi bu joy kichkinalik qiladi deyilyapti.
hozir davlat bekordan bekor pul sarflamasin deyapmiz-da. Agar shu narsani tek tursak, qilib beraver desak, shu qurilish bo'ladi chetga. Lekin davlatimizning puli behuda sarflanadi. Sababi bu bo'lgandan keyin bolalarimizga sport zal, stadion, даже ertalabki bolalarni kutib olib, shu yerda bunday sabraniya qilib xona-xonaga olib kirib ketadigan joyimizni ham yo'qotyapmiz. Lineyka joy. Plus aktiv zalimiz yo'q. Bolalarimiz ovqatlanadigan bir oshxonasi bo'lmasa. Oshxona ham yo'q. Oshxona ham yo'q hali bu yerda. Birorta oshxona yo'q bu yerda. Mana o'zlaring eshityapsizlar. Endi bu Oshxona narsaga ham yo'q ekan. biz masalan kelajak uchun, bolalarimiz uchun biz qayg'irmasa, ya davlatimiz qayg'irmasa, tepadagi rahbarlar kelib o'rganmasa, buni kimdir qilib berish kerak-ku. Shuning uchun biz qurilishga qarshi bo'lganimizki, bizga kattaroq qilib bersin. Mayli, o'sha davlatimizni go'st standartiga, hamma talabiga javob beradigan qilsin, mana ovqatlanadigan xonasi bo'lsin. Nima, shu yerdagi salkam 500 ta xo'jalik aholiga oladigan bo'lsa 2000 taga yaqin aholim bor bu yerda. Shular masalan maktabga keladigan bo'lsa, maktabda bilimini olsin, chiroyli bo'lib sport bilan shug'ullansin. Takaygacha endi kimlardir boshqa joyga olib borib bolalarni o'qishga majbur bo'lyapti. Sababiki stadion yo'q bu yerda. Sharoit yo'q. Sharoit yo'q.